Bunaqa Yandex 15 ming, 14 ming zakaz berishdi. Men qachon ko'karaman? Arendamni ham to'la olmayapman. Shtraflarimni ham nipga o'tib ketib qolgan. Yandexga chiqdi, yedi ichdi. Yandexga ham odamni moshina musor qilib tashab ketgan. 10 minutdan oshdi, chiqamikin-a? Bu ham atmen qilib mana. Bunaqa ketishda qachon ko'karadi odam? Taksoparkmi? Zakaz beryapti 13 ming, 14 minglik, yetmaganiga 10 minutdan oshiq kutyapman-da yana. Atmen qilib yuryapti. Ha, sizlarning qo'lingizda emas, shunaqa. Toshkent Sifat Taksopark. Agarda sizni ham shunaqa muammolar qiynalayotgan bo'lsa, Toshkent Sifat Taksoparkiga ulanib bunaqa muammolardan bartaraf bo'ling. Agarda siz arenda to'lashga qiynalayotgan bo'lsangiz, mashinangiz shtraflarini to'lashga qiynalayotgan bo'lsangiz, mashinangizga avto zapchasini ola olmayotgan bo'lsangiz, xuddi shu Toshkent Sifat Taksoparkiga ulanasiz. Siz uchun Toshkent Sifat Taksoparki shu narsalarni hammasini sizga boshlang'ich to'lovsiz bo'lib to'lash evaziga shundoq xarid qilib beradi, foizlasiz. Toshkent Sifat Taksoparkining foizi 2% gina atiga okalar. Agarda siz Toshkent Sifat Taksoparkiga ulanadigan bo'lsangiz, har oyga oxirida bepulga tonirovka ruxsatnoma, antiradar, Lenobrata video registrator tekkinga yutib olishingiz mumkin. Agarda sizda litsenziyangiz bo'lmaydigan bo'lsa ham Toshkent Sifat Taksoparki sizga litsenziya olib beradi. Undan tashqari shunaqa issiq kunda tonirovka ruxsatnomani ham boshlang'ich to'lovsiz, foizlasiz bo'lib to'lashga olib beradi. Buning uchun sizlar faqatgina Toshkent Sifat Taksoparkiga ulansanglar bo'ldi. Adresimiz Massif aloqa 6. Bizga qo'ng'iroq qilinglar, tezroq ulanib olinglar.